Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men yana keldim. Bugun sizlarga olib kelganim Xinjiangning alayda tatbiq turi bo'lgan qaq pardish, ya'ni qaq proof deb ataydi. Bu Xinjiangning har qaysi pishiriq do'konlarda kamboz bo'lmaydigan bir tatbiq turi. Odat o'riqqa tayyorlaymiz. Chuchmalisini yaxshi ko'radiganlar sizlarga qaq ishlasin bo'ldi. Buni ximirim intayin churuk, yeshlik, hech qanday ximiylik matab ketdi. Ekranga chiqarib qo'ydim yetarli materiallarni qachiga tuxumni to'kib davomli elashtiramiz. Elish bo'lgandan keyin shakarni solamiz. Shakarni erish sal tezroq shun uzoqroq elashtirsak mish qiz yo'q. Elashtirib shakar erib bo'lgandan keyin ustiga 2 gram ximir turish solamiz. Ximir turish bo'lgandan keyin ustiga may qo'yamiz. Seriq may yo'q, sho'ng may qo'ysanglarmi bo'ladi. Undan keyin sut qo'ydik. Ilman sutni qo'yib bo'lgandan keyin elashtirib, davomli, ya'ni elashtirib, andin un to'kamiz. Unni to'kib, unni yargiz qo'lingizdan silib, qimalamushda elashtirsanglar o'zlikdan ximir alatga keldi. Ximir alatga kelib bo'lgandan keyin tindirib qo'yamiz. Ya'ni mushallatga keldi. Elashtiraymiz. Biz bu yoqda qiymasini tayyorlaymiz. Men qaq bilan shiminikini ishlatdim. Mushlar bakatda qo'ydim, shuni ta'minlaydi Facebookga. Ana ximirni mushallatga akab bo'lgandan keyin tugishni boshlaymiz. Bu shundoq tugib, ustiga shakar, azroq shakar sepib olsak, ta'mindan yaxshi bo'ldi. Aros bu chog'da kavshan ranglarni, duxovka ranglarni qizitishni unutib qolmanglar. Duxovkani 180 gradusda 20 minut pishiramiz. Andin churuk, nihoyat